Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz yana bir obyektimizda seksionniy varotamizni o'rnatib bo'ldik. Ustanovkamiz juda chiroyli tarzda o'rnatib berdik. Hozir bu darvozalarimizga biz skidka e'lon qilamiz. Bu darvozamiz oldingi darvozalarimizdan farq qiladi. Buni o'zimiz Xitoydan olib kelganmiz. Motori ham, panellari ham hammasi Xitoydan kelgan. Bu darvozalarimiz faqat 3x3 standart razmerlarga biz skidka e'lon qilamiz. Kimga shunaqa razmerga mos darvozalar kerak bo'lsa, albatta pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Kelib, panellarini, sifatini bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Biz yana bir zapus beraman. Buni pultlari ham sal boshqacha, motori ham, tashqi dizayni ham boshqacha, kalitikalari, motorlari shu tarzda keladi. Chiroyli qilib shu tarzda o'rnatib beramiz. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Ulgurib qolinglar. Tashqaridan shu ko'rinishda bo'ladi. Bundan tashqari kalitkasini ham chiroyli qilib o'rnatib berganmiz. Panellari riflonka variantda bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, albatta pastda nomerlarga telefon qilinglar. Chiroyli qilib o'rnatib beramiz.